Assalamu alaikum. Kitap okuş munbiri Avlatla Torbeti'ge hoş geldiniz. Hazır Ahad Turdi'nin Sarson Ruh namlı romanını okuşunda anlaştırınız. Hazır men yanala Paris arlıdaki Nausa degen kichik kentde deniz boyida oturup kitap okup berey dep oyladım. Janvadin yolga chiqib aldı bilan Mykonosda bir to'xtaymiz. Mykonos naytım çıraylı bir kichik şehir bolup mu yaşlar bek yaqtırdı. Şuna şu yerdə tatqan bəzi sınlarını aldı bilan huzurunlara sunaman. Pen merhamet. Gresiyanın Mykonos degen aralığına yetip geldik. Janvadin Mykonosga 2 saat 40 minutlar ketidi. Mykonos degen bu aralga yaşlar bek chiqib keladi. Bugün şamal dakim beri güçlükken, lekin ma güzel manzaralar. Adamni degisi ötüdü bu. Tar koçlar ki, muşu, çıraylık. Şaptıl çeçegranlık bugün, hepmi yaxşı görünür. Acayip çıraylık üstün koşudu. Keçidi bek çıraylık bütüdü bu çıraqlar hemmeni yandırıp. Naklemse romanını davamlaştırayım. Zulhəcce ayının 13. günüdün başlap həcc ciddiçiligi asta-asta pasaydı. Qaynam taşqallıqqa çömgen Məkke şəhərini öz əksiga qaytıb çölbərəşke başladı. Birer aydan beri bütün şəhərdə şəkillənən qaynaq, körkəm, katta bazarlarmı arka-arkadan taqılıb, xeyridarları bilen billa qayaqlarda durup qayıp oluştu başladı. Bu günlerde Atxan bilen Ekbermu vətənə qaytışının tərəddüdüne düşdü. Lekin Atxanın yenidiki pul köp bolsa, Karachiga berib elishqa aran yetətdi. Taifqa bir chiqib kirmasak bolmaydı balam, dedi Atxan bir gün Ekberge. O yerde ananın Hamuqacim deydigan bir şerim tuqqını var. Bu kişi 1935 yılı Hindistan arkalık bu yerge kelip oturaqlaşıp qaptı iken. Onun xat-xaltalarını bergeç, biraz pul qarz almasak, yurtga ketelmeymiz. Taif degen ne o dada? Sordu Ekber düşenmey. Men mu bilmeymen balam. Kişilerinin eytişçe aşu Qaratağının üstüdeki bir şehir iken. Dedi Atxan Irak'taki bir taq tarafta işaret kılıp. O yerini bek çıraylı salqın deydi. Lekin o yerge udul kelgen adamını çıkarmaydı iken, yol xeti lazım iken, men hazır şu yol xetinin koydu yürüvattım. Lekin Atxan Taif'e çıkışının yol xetini tapkıça arlıqta Mekke'ni ensiz bir haber kaplap geldi. Şinjan'ın yolu takılıptı. Bu yerge Azatlık Armiya, Komünist Partiya deydigan adamlar kelip hükümranlık kılıp etipti. Bu haberinin arkasıdan yana xuddi iğizga köşse yenimi tövrikka aylanıdı degendek. Chet elge chiqqanlar qaytib kelsa sotlanadi ekan, jazolanadi ekan deydigan quyruq törgüçileri var edi. Nereden chiqqanligini bilgil bo'lmaydigan bu shum xabar ash-pash deguncha Mekke medenining bulun pishqoqlarigacha gurledi tarqab, kishilarni vahimaga selib atdi. Hash xo'shalliqi bilan ko'ngli ichilib, jismi yangib, yurtqa yeni odam qiyofatida berishga tayyorlanayotgan bu odamlarning barliq planlari astin-ustin bo'lib, yurakidagi yurt sevgisini, sevginishini va visol tashnaligini texnik kuchaytirdi.
Bu xəbərini anlagan Atxan 2-3 güngacha jimib şüklep ketdi. Çırayıdımı burunqi xoşallıq və hayacanlarının iznası qalmagan. O xuddi egiz və çoğunquru bir hanın lebiga kelib, ya aldığa, ya arqaga qaytalmay ümidsizlikka tushgan odamdek achchiq və murakkab hissiyat ichida qolgan. Atxan bu yerda qilishni azaldan xiyoliga keltirib baxmagan edi. Onun turmushi, o'tmishi və kelajagi yurtda edi. Yurtdan ayrilish Atxan uchun hayotdan ayrilish bilan barobar edi. Mubada Almadis bu yerda qilishga to'g'ri kelsa, qanday qildilar? Onun hammadan bekbeshini qaturgan masala mana shu edi. Atxan quruq qo'l bilan ikki jon odamning bu yerda tirikchilik qilib ketalishiga ishonmaydi. Soda, pul, raqobat qoplagan bu shafqatsiz dunyoda quruq qo'l hayot kechirish tas edi. Odam bütün ömrünü xo'rliq, yo'qsizlik ichida azob bilan o'tkazishi turg'un gap edi. O o'zini emas, Akbarni ko'proq o'ylaydi. Texi pishib yetilmagan pok, sabiy bir bolaning bunday kunlarga kelishini hargiz xohlamaydi. Bu kunlarda Akbarning ahvoli dadasidanmi battar edi. O qaytish kunlarining tezroq kelishini to'rt ko'z bilan kutgan edi. Akbar yurtini, onasini, qon qarindoshlarini bek sevgan edi. Sevginishdan har kuni tushida shularni ko'radi. O onasini har bir aslaganda ko'zlariga yosh kelib, yuragi har bo'lib ketadi. Chunki Akbar toki mushu safarga otlanguchi bo'lgan orliqda onasidan, uning tatliq hididan, illiq quchqidan, onaliq mehri bo'lgan otash bag'ridan bir daqiqa bu ayrilib boqmagan. Akbar onasini birdan ko'rmasa, xuddi bovoqlardek go'ngrab uning hidini hidlab izlaydi. Quchqiga bosh qo'yib yig'in aytdi. Ana Akbarning xo'shalliqi, baxti va bütün asli basli edi. Dada, dedi o bir kuni kashda ko'ziga liqqada yosh elib. Rostilla qaytalmay qolarmizmi? Men bek sig'inib ketdim, dada. Bek sig'indim. Atxanning ko'nglimi yerim bo'ldi. Lekin o temkinlik bilan o'zini tutib elib, bolasiga tasalli berdi. Bendiga tas qo'yilgan ish Alloh oson o'g'lim. Ko'nglingni yerim qilma. Har qanday vaqtda kelmekning ketmiki, bermekning olmoqi bo'ladi. Biz qaytishning tayyorligini qilaveraylik. İsmail Hacı'nın deyişçe 13 günning oldida Pokistonga ketganlar bor ekan. Shulardan jazman aniq javob bo'ladi. Bir necha kun sabr qilib turaylik. Xudoyim yo'l berdi. Bir necha kun o'tib ketdi. Bu kunlar Atxan bilan Akbarga shundoq uzoq, zerikishlik ham azobli tuyuldi. Kutish ichidagi dilg'ulluq ichidagi umid va umid ichidagi ansizlik ularning ko'ngil oromini buzib taqozo qiladi. Ular kutgan kun oxiri yetib keldi. Xabar burunqidanmi qo'rqinchli ham rost edi. Pokistonga ketganlarning bir nechasi yo'lning taqalganligi sababidan qayta Makkaga yenib kelgan edi. Şunun bilan ularning ko'nglidagi eng oxirgi umidlarmi judun soqqan bahor chechkidek taraflarga to'sib ketdi. Go'zal va yaqinlik tasavvur petichi qoldi. Rahimsiz reallik o'zining kutilmagan shafqatsizligini ko'rsatdi. Oh Xudo, nimanda qilasan? Bizga ishing og'rimandu. Bu zodi qandoq judolik. Akbarning qalbida
acayip açık bir tuygu uyg'ondi. O beshini ko'tarib sharq tarafga qarab edi, yuragi ezildi. Ayrilish, mangu ayrilish degan shumudir deb o'yladik bu hasrat bilan. Biz endi yurtga qaytolmadik. Anam bilan, urug' tuqqan do'st birodarlarim bilan yurusholmandiman. Bizning qarindoshlik rishtimiz endi mushu yerda uzilib, shuncha yiroqda hasratga, nadomatga ko'milib qolarmi? Ah Xudo, men qandoq bechora. Bu zoti qandoq qismat. Akbarning ko'zlariga g'allada yosh keldi. Issiq yosh asta-asta sirg'ib lablarini namdidi. O qurg'on tili bilan lablarini yodib edi. Yosh shunchalik ochiq va so'g'ib bilindi. Endi Akbarning hayoti mangu mushu otash zaminda bahorsiz, yomg'ir yeshinsiz, tomuz saratonda o'tardi. İkinci bab, Mekke'deki musafirler. Birinci, Haram mescidine yakın yerdeki bu avat pazarını Şubeyke deb ataydı. Bu yere öz vaxtida Muhammed Peygamberinin Mekke müşrikleri bilen gazat qilgan jang meydanı bolğaşqa, keyinkiler nahaytı xasiyetlik etibar yer qatarida xatirlaydi. Şinjandan hajga chiqqan bir qism musafirlarning g'amxoni bo'lgan Atush-Rabat mana shu yerda edi. Atush-Rabat 1930-yillarning oxirida sahobatchi Abdurahman Tosh degan Atushliq odamning o'zi hajga borolmay, Hibubulloh hojim orqali 50 tilla avatib barpo qilgan mehmonxona. Qizil xishdan qo'porilib, o'g'zisi tünike bilen kaplangan 3 qavatlik rangdar bu bina yiroqdilla ko'zga cheliqib turadi. Texi yaqindala musafirlar bilen obatlaşıp kech gündüz shalqin suran ichida o'yg'oq turgan bu bina hozir mo'nglinib uncharab qolgan edi. Nurg'un odamlar bu yerdan ketgan. Ba'zisi Pokiston, ba'zisi Turkiya, ba'zisi Hindiston taraflarga hayotlik yo'li izlab qanq chiqib ketgan edi. Bu yerde qalğanlarning ba'zisi Jidda, ba'zisi Madina va ba'zisi Riyod taraflarga berib kelib, tirikchilik yo'li izlab yurishadi. Atxon bilan Akbar bir necha kundan beri mushu binoning ikkinchi qavatidagi kichikgina bir uydan sirtqa chiqmadi. Atxon bak kam so'z, mijozi chus bo'lib ketgan edi. Atxonning Toifdagi Hamuqajim degan kishiga bog'lagan umidimi yo'q chiqdi. Surushtirish orqali u kishining 3 yil burun Makkadan 1400 kilometr yiroqlikdagi Al-Zahran degan neft shahriga ko'chib ketganligi aniqlandi. Bunda ust-ustlab kelgan ongsizlik bilan ko'ngilsizliklar Atxonni bir necha kun ichida boshqacha mijozlik bir odamga aylantirib qo'ygan edi. Keşkiçe caynamas üstüden düşmey, namaz okup, Kur'an yatlap oturadi. Qaramaq shundoq ko'ringan bilan, amaliyotda u mushu yo'l bilan ichidagi dard qirog'ini esib oladi. Shu kunlarda ikki o't yurt mehri bilan tirikchilik vasvasasi o'tirsida qolgan Atxon xuddi tugman tashlari orasidan ezilib chiqqan damdak oqibatga tushib qolgan edi. Bu kunlardagi Akbarning ahvoli texnik ichinishli edi. O balog'atga yetmagan 10 yoshlik g'amsiz hayotida tunji qitim turmushning bunchalik rahimsiz, ko'ngilsiz bo'ladiganligini bilib, ko'ngli bakmi ma'yuslik, umidsizlik ichida qolgan edi. Akbar onasini, ochisini, singlisini va texi o'zi ko'rib boqmagan bobo qarindishini
keç gündüz o'ylaydi. Vaqt uzargan seri ularning siyoqi uning ko'z oldida bir turib oyga, bir turib quyoshga o'xshib qoladi. Tutay desa tutolmaydi, to'g'lisa ovozi yetmaydi. Ah ana, ah qarindoshlar deb unsiz nido qiladi u hamisha. Sizlar nada? Kelinglar, men sizlarni baq etay. Sizlar hayotni illatib, kishiga arom bersizlar. Sizlar o'zinglarning hech nimasi yo'q kishilar deb hisoblasanglarmi, lekin men sizlarga aytsam, hamma narsa sizlar tarafda. Sizlarda qor bor, sizlarda yomg'ir bor, sizlarda yeşillik, sizlarda bahor, sizlarda jannat. Akbarning nazarida Allah birla jannatni yaratgan. U bo'lsa-mu, ona yurt, ona makon tashqar edi. Demisimi, odamning qalbida yurt, vatan degan sezim bo'lmasa, hamma yerda o'xshashla puxra bo'lg'ili, yashig'ili bo'ladi. Lekin Akbarning sezimi undaq emas edi. U o'z yurtini, vatanini, qalbidagi quyosh, hayotlik manbasi, fani dunyodagi jannatul ma'iva deb biladi. Chunki u yerda Akbarning hayotlik shomi yongan. Uni xoki tuproqdan opirida qilgan ona makonda Akbarning samimiy, sodda dil ko'yimchan onasi. İllik bir bağırını tang yerib chiqqan rishti cho'nqur qarindoshlari. Kichikdan bir parcha nonni tang talishib yeb, o'z tanglarda bil suvga cho'milib, bahor kunlari bil laklak uchirib, bil vallay tovlab cho'ng bo'lgan qadinas al-og'inlar qolgan. Akbarning xiyoliga hamisha ashu sof va sabiy qalb qillar. Ularning tinch, g'amsiz o'tkazayotgan şadiman hayotda keladi. Ota-bola ikkilanning rabatdagi kichkina uyda ig'ir sukut va ruhiy besim bilan o'tayotgan azobli turmushi kutilmaganda yana bir qitim shiddatli zarbaga uchradi. Ish kichikina ehtiyotsizlikdan boshlanib, oxiri cho'ng datalashga aylandi. Akbar tushlik tomoqqa tutish qilishning oldida bir kaslam o'tinni koridorga elib chiqib, dastlab uni ushladi. Keyin bir yarta ko'mirni kakining chuldasi bilan urib parchaladi. Bundaq ishlar jarayonida uylarda bo'lib turgan edi. Hech kimning kori yo'q edi. Lekin bugun bu yerning Sitoji ismli g'ojidori birinchi qavatdan payp bostab chiqib, Akbarga til soldi. "Hey, haramtamoq, sen bu binoni yuritaydamsan nima? Avval biror tal kesak qo'pirib beqib, ondan o'rjmi?" Akbar turib qoldi. Gap qilay desa, o'zidan cho'ng odamga yurak tinmadi. Gap qilmay desa, u odamning og'zidan chiqayotgani til haqorat edi. Shu chaqda uydan Atxon chiqib qoldi. Uning qo'lida tasbih bor edi. Atxon Seyit hojining oltog'il varqirgan ovozini anglab, nemish ekanligini bilish uchun chiqqan edi. "Bu bechxarlar hajatni to'ydirdi?" dedi Seyit hoji yana shu ochiq bilan zarda qilib. "Pul desa bir dochammi yo'q deb qechirdik. Ko'tini tomg'itiraydi." Bu so'z Atxonga qattiq tegdi. U o'zini xo'rlangandek, bo'za qilingandek bechora his qildi. Lekin Atxon shu topda peqir, natvan holatda bo'lg'ashqa, tabiiy kang qo'rsaqligi va shukr qanoatchanligi bilan o'zini tutib elib, sipoyi holda mundoq dedi.
Hacım, anlasam özleri Buxara şərifdə oqub dikenler. Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlarga bihude til tekküzüş günah dep görsilgen. Özürdek bir mühteremden bilip durup günah yüklüp almaslıklarını tavsiye kılımı. Nime? Seytacı çırayını pürüştürüp atxanıga doqqaldı. Men texi bihude til tekküzüp baptım emma. Men texi bihude til tekküzüptüm emma. Emise kulaklarını dın tutup anlap koysula. Silinan bu balları nemini görse çapqaq müşükdek çepilipla yürüydiğen şatraq bal eken. Ötkende yundularını qalaymıqan töküp Evrazның közüne etip koydu. Onu men falan pul xərcləp oңşattım. Yani texi koridorunun çırığını qalaymıqan yıqıp lampushkini 2 qetim köydürüp etdi. Bununğumu falan pul ketdi. Endi kelip koridorda otun yerip, kömür çoqup, bina ziyan selip atıdı. Muşunda qiliverse tam to'g'rislarga dast ketmaydi deb kim ayta oladi? Uni sili to'labdilar. Kichkina ish uchun buncha bola qoyimizlar taqsir, dedi Atxan yana shundoq ig'ir besiqlik bilan. Mening balam dapni elib dushanba qaqadigan undaq naloyiq bola emas. Kichiklikda baladan o'tgan bo'lsa, mendan uzr. Lekin men bu balani ko'zimning qarichig'iga dasitib cho'ng qilgan jumu. Azaldan o'zini xo'jayin, boshqalarni o'ziga ta'zim qilib, qo'l bog'lab turadigan hojatman deb qarab kelgan bu bag'ritash, menmanchi odam har qanday vaqtda boshqalarning o'ziga javob qilishini, o'zi bilan zakonlashishni zotli yoqtirmaydi. Seytaji buni o'ziga qilingan hurmatsizlik deb biladi. Şuna onun turupla kötmek saqılı dirdiyip, yoğan kelensiz besti titrep ketdi. O'qishninkidek sarg'uş ko'zlari bo'lsa, texini sürlüp tus aldı. Shundoq texi, dedi Seytaji o'zini basalmay, o'rsiga tinib. Kichikgina ishmish. Nimandaq g'araz uqmaydigan odamsiz? Siz balınızını közünüzün qarchig'iga dastib cho'nqigan bo'lsangiz, bizmi bu binani beshimizda ko'tirib mushkunga keldik. Sizga buning qadri bilinmagan bo'lsa, qani yo'l bo'lsin. G'aldi g'ashtingizni ko'tirib boshqa yerga ketinglar. Bu yer sizning bekorga yetaveradigan dadingizdan qolgan ayvon saroy emas. Atxan o'zini shundoq tamkin, muloyim tutib turgan bo'lsa-mu, lekin Seytajining keyingi gaplari uning jon-jinidan o'tib ketdi. Lekin u alam va xo'rliqdan bo'g'ilib, nima deyishini bilolmay qoldi. Faqat og'zidan bu nima degan sapra odam bu? Ochiqi ko'zning quyruqida ekan bu degan so'zlar ora chiqdi. Lekin dadasının bichara natavan qiyafati, ma bu tangni qo'rsoq lumpa odamning yo'lsiz o'ktamligi Akbarni o'ti yerilg'udek g'azablantirgan edi. U xuddi behuda o'qtigib g'ururi zaxmi yegan shir bolasidek yulqinib chiqib Seytajiga yuribdi. Akbar hozir hammadan mahrum bo'lgan tursa, yana nemidan qo'rqatdi? Bu senin dadangdan qalgan aybat saraymidi? Dedi o birdala sallab. Bizga o'xshash musafir hojilar bo'lmagan bo'lsa, sen bu xalqning yurtida non tepib yelamding. Yo'qol ko'zimdan, darhol yo'qolish, dedi Seytaji ba'ayni qaltak yegan g'unijindek chirqirab. Sen noinsoflarni endi bu yerda ko'zim ko'rmisin. Seytaji qandaqdir arabcha gaplari bilan bir narsalarni deb varqidi. Ayol o'tmay ostinqi qavatdan kiyimlari ko'na, qo'llari maynat bir arab yugurib chiqdi. O mushu yerning qari ishchisi edi. Seytaji uningga og'zidan ko'pik chachirtib, qo'llarini shiltib turib bir narsalarni dedi.
Ekber onun bu qara işçiga özlerini qoğlab çıqırıp etişini tapılavatqanlığını bildi. Dada, biz keteyli, dedi o Atxanın qoludan tartdı. Yaxşı et, ölügünü körsetmeydi o degan gap var go. Bu yerden tezroq keteyli. Boldu balam, biz keteyli, dedi Atxan dermanı üzüp. Ekber nərs kereklerini yığışdırdı. Ularning barliq besadi bir xurjun bilan bir xaltaga sig'di. Atıbalı ikkisi şularni ko'tarib, bir ko'zi oldida, bir ko'zi orqada rabatdan chiqdi. Ular kun patqucha Mekke ko'chalarini nishonsiz kesib yurdi. Her ikisinin kallasida endi näge berip, näde turuş deydigan mevhum, ayançılık bir fikir hükümdar idi. Bir çağda Ekber çoğunquru işki azap bilen. Dada, uyga keteyli. Qaysi uyga balam? Atxan hayranlıqda oğluğa qaradı. Özümüzden öygüçü, dedi Ekber. Atxan oğluğa qaradı. Onun qapqara tınıq közlərində mum və həsrət, ömçərəb durğan səbi çırayıdın ümitsizlik və xamuşluq çıxıb durdu. Şu tapda xorluq, musafirlik və miskinlikdən yürəki quchulanğan Ekberning kallası da makan sezimi yo'qolgan edi. U go'yo o'z yurtining birər bulun pushqoqida ketib atqandek, yana azroqla mangsa o'zining ashu to'nish mahallasiga, ashu illiq uyiga yetib keladigandek o'yg'idi edi. Bo'ldi balam, ko'nglim yerim qilma, dedi Atxan o'g'lini bezlab. Şəhər alğan Batur emas, açıqlı yengen Batur'u deptiken. Ular bugün bizni bozak etdi. Fani alemde soruq bolmağan bilen, baqi alemde soruqu boludu. Bizning mu ilgimiz var. Xudayim ölükni görsiz, terikni uysiz koymaydı. Lekin ular şu tapda uysiz idi. Näge berib, näde turishini, bugünkü ve bunundan keyinki keçilerini qanday ötkazishni bilmaydi. Cheki yo'q, sarson, sargardonlik turmush Mekke ko'chalarida yana boshlandi. Atxan bilan Ekberning hayoti muqimsiz dolqin ichida o'tishga boshladi. Bu dolqin ularni uzluksiz turda u yoqdan bu yoqqa itib turadi. Ular bir haftadan beri haremni makan qildi. Adamlar üzülmey kirib chiqib turadigan bu katta jame kunduzi ularning namoz o'qib istiqomat qiladigan, kechasi bir necha soat uxlab orom oladigan g'amxona bo'lib qoldi. Ular kunduzlari kishilarga orlishib Baytulloh bilan Safa Marva atrofida namozxonalik qilib yuradi. Kech kirib ko'z bog'langanda bo'lsa, jamaning ikkinchi qavatiga chiqadigan tosh palampayning ostidagi bo'sh o'ringa g'ipida kirib oladi va doq yerga maydisini yiqib, uzun chapallarning yerimini ko'kpa, yerimini yotgan qilgunicha bir necha soat g'ayriblik uyqusini uxlab oladi. Agar ularning bu yerda yetayotganligini masjiddagi og'vat çarıpkeşleri bilip kalsa hergiz boş koyup etmeydi. Şoňa ular amal bar ularning közden yirak yürədi. Yatqan yerini teximi məxfi tutatdı. Bu günlerde ular yoxsuzluq, g'ayriblik ve musafirlik derdide bəkmi dedi qap ketdi. Atxan zadılı sırtı çıkmaydı. Ekber ba'zida bozordan, ba'zida misrliklar salgan Taki Misriye degan xonaqodan ancha-muncha non qo'shqal, sut qaytiq degandek narsalarni tepib kelib, dadasining holidan xabar oladi. Bir kuni u dadasining yerim kechida o'rnidan turib Allohga nola qilib yig'layotganligini anglab qoldi.
yo'qsizlik va sarsallikning rahimsiz nashtiri jinidan o'tgan Atxan shu kuni kecha uxlay olmay Allohga tevinib mundaq degan edi. Allah, benden lazım bolsa qo'y go'shida baqqin. Odam yaxshi yemasa, yaxshi kiymasa, yaxshi ot minmasa, kechini yaxshi o'tkazmasa, bundaq odamning dunyoga kelganligining nima foydasi? Ah, Makka. Mendek hech nimasi yo'q. Sarson odamni qachon boy qilib, qo'limni pulga, og'zimni oshga to'ydirarsiz. Dadısının nalı feryadi Ekber'nin ko'nglini eziletti. Onun uykusu kaçtı. Bu kunlarda Ekber ruhi chiqib ketgan odamdek garang va xomush bo'lib qolgan edi. Ekber yurtga qaytolmaganligini har qancha qilibmi ko'ngliga sig'dira olmaydi. Ko'nglida hamisha yurtda o'tgan sho'x, g'amsiz qiyomat kunlarini, onasini, ağaç sınırlarını, qo'shni qulumlarni, do'st og'inlarini, aşu yeşil zemin, illiq havoliq tong saharlarni o'ylab, o'pkisi to'lib, ixtiyorsiz holda o'z-o'ziga so'rab qo'yadi. Bu judolik nima uchun bo'ldi ha? İnsan baxt saodatga erishish uchun mushundaq mushaqqatlarni, hijron azobini tortishi kerakmi? Nerede o baxt? Ekber'nin kallası da birle narsa hüküm süretti. Azap ve hicran bilen ötüp atkan bu hayatını qandaq toluqlaş gerek. Qandaq bir sabır taqat bilen uzak yıllarını ve yiroq kelgüsünü ötküzgülü bo'ladi. Bu suallarning javobi Ekber uchun ochiq, noaniq va xuddi tuvi yo'q hongdek qop-qorong'i edi. Dadasining voyiq yig'isi va nolisi uni texmi umidsizlantirib, cheki yo'q azob dengiziga g'arq qilibdi. Ekber har qancha qilibmi o'zini tutolmadi. Ichi chiqib toshdi. O chapinini beshiga purkab dastlab hissadab keyin ho'ng'irab yig'lab Atxan cho'chib ketdi. U biror kutilmagan ish bo'ldimi nima degan ansizlik bilan Ekberni o'ziga tortib bosh ko'zini sildi va huduqib "Bolam, Ekber nima bo'ldi? Bir narsa chiqib oldimi? Qora bosdimi ya?" deb so'rab ketdi. Ekber yig'isini tasti to'xtatdi va dadasining quchog'iga beshini qo'yib, esadab turib, mundaq dedi: "Dada, biz hozir suvga g'arq bo'lgan odam o'xshab qoldik. Birer qirg'oqni nishonlab, har qancha ussakmi, qo'limiz ojizlashib, yanada cho'kib ketyapmiz. Ko'zimizga na qirg'oq, na sohil ko'rinmaydi. Biz mushundaq sarsalliqda o'lib ketadigan o'xshaymiz. Biz o'lgandan keyin bizni yodlaydigan biror odam chiqarmi dada? Anam, ağaç sing'illarim nerede bu? Oh Xudo, imandaq ig'ir kunlar bu. Atxanning yuragi yana ezildi. Shu taqda o'zini go'yo qorong'u, sovuq hongga tushib ketayotgandi. Shundoq bechora va iqtidorsiz sezdi. Lekin u hozir o'zini bo'lishiga qo'yib etib, o'g'liga hamdam bo'lib, uning bilan birga noli faryod cheksa, hargiz bo'lmaydi. Yosh bolaning ruhi tushib, yuragi zaxmiya. Xuddi qanatiga o'q tekkan qushdak erkin ucholmaydigan, hatto uvusig'imi qayt qo'nolmaydigan bo'lib qoladi. Shunga Atxan darhol o'zini tutib olib,
burunqi temkinligi ve salafiti bilen oğlumu bundaq dedi. Oğlum, ko'nglingni buzma. Şükür qil. Şükürning tegi oltin. Bende niyat qilg'ini bilen ishlarning ro'yobga chiqmag'i Allohga bog'liq. Şükür qilmaydiganlar bu dunyoning maishatini deb biz bo'lsak, u dunyoning savobini ko'zlab o'tyapmiz. Biz Allah'ın mülki oğlum. Yani Allah tarafga qaytimiz. Hergiz behuda xiyollarni qilma. Taş pələmpəy astidagi kichikgina qarang'u bo'shliq bugun kecha ota-bola ikkilarning ana shundoq noli pig'oni, shukr tasallisi va mehr muhabbati ichida Әтсі cümə namazıdan keyin Əkbər yana sirtqa chiqdi. Maqsadi Takki Misriya xonaqasiga berib, kashlik yeydigan bir narsa tepib kelish edi. Əkbər haramdan biroz yiroqlashib, Al-Hamidiya degan yerga kelganda, u yerga to'plashib olgan nurg'un odamlarni ko'rdi. Əkbərni qiziqib, to'p ichiga qistilib kirdi. Kang maydonning o'rtasida Mahkeme şer'i deb xat yozilgan taxta bilen bir neçe qazi, kalan ve kallı keser jallatlar görüşerdi. Şularni ko'ribla Əkbər bu yerning jazo maydoni ekanligini bildi. Demisimi bu yer her cuma kuni padişahlık qonuni icra qiladigan mahkeme şer'ining jazo maydoni edi. Bu yerde Mыңlаған kişilərinin көз aldida qatil, bulançılarının kallası elinatdı. Oğru yançıqçılarının qolları kesiladi. Can ve qon bilen hapilişidigan bundaq sürlük, mudhiş vazifini ata bovisidan tartib mushundaq ishni qilib kelgan padişahning qo'llari ado qiladi. Ular nihoyat yo'g'on bastik bo'lib, qaram ham qalbi edi. Kişilərinin boynuğa qilish urganda qo'li titramaydi. Ko'zini mit qilib qo'ymaydi. Əkbər bu yerdə turuş yoki ketish ustida ikkilanib qoldi. Turay desa, eli kallı kesilganda qo'rqib ketishi, hatto o'zini tutib ololmay varqirab selishi mumkin edi. Ketay desa, azaldan ko'rib baxmagan bu yenilikni ko'rgisi kelib attadi. Şu xiyollar bilan bir qarorga kelolmay, xeyli vaqtni o'tkazibdi. Angacha maydonda odamlar ko'payib, Əkbər qaytay deysimi, qaytalmaydigan ahvol shakllanib qoldi. Əkbər amalsiz sapning oldida o'rin tutib o'tirdi va beshini ko'tarib oldiga qaradi. U yerdagi munbarda ustixonliq, o'ttirbo'y, bomba saqilini yaxshi qitatlagan taqir baş bir odamni o'rib turardi. Atrofdagilarning uningga hurmat takalluf qilishidan bu odamning cho'ng qozi ekanligini belgili bo'ladi. U eq ko'zlik oltin uzuk selingan sol qo'li bilan saqilini silab, o'ng qo'lida Savlijan ya'ni zakun tayiqi. Uni ching tutgan edi. Sallisiz Sedan beshi ottapda parqirab turardi. O Savlijanni o'yintib turib, yo'g'on, bo'm ovoz bilan mundaq dedi. Xaloyiq, quloq selinglar. Alloh taolo bandalarga yo'l ko'rsatkichi Qur'onni nozil qildi. Alloh Qur'onda yaxshilik va yomonlikni ko'rsatdi. Alloh shariatga muxolif ishlarni qilishni ma'ni qiladi. Allah musulmonlardan izzat hurmatini saqlashni, ma'ni qilingan har qanday ishni qilmaslikni talab qiladi. Shariat muqaddas. U Allohning irodasi bo'yicha bo'ladi. Yaxshilikqa savob, yomonlikqa azob hamma yerda bor. Qozining so'zidan keyin maydonga oltaylarni yalab kelib kirishdi. Ularning chash soqoli o'sgan, kiyimlari song'il edi. Taq turqidan qancha yoshlarga
kirganligini darhol hammaga bo'lmaydi. Ularning orasidagi ikkisining o'ng qo'li beg'ishidan yo'q edi. Akbar yenidikilarning o'zaro qilishayotgan haranglardan bu ikkisining burun mush yerda bir qitim o'ng qo'li kesilganligini, tova qilmay yana o'g'irlik qilganlik uchun bugun so'l qo'lining kesilib, ikki qo'li yo'q, meyibqa aylanganligini bildi. Akbar bu şum peshani bichorlarning shunshib ketgan miskin qiyofatlariga qarab, ya ich og'ritishni, ya la'nat o'qishni bilmay o'tirib qoldi. Ich og'irtay desa, hozir ular shariatning jazosini kutib turgan asi, ozg'unlar edi. La'nat o'qiy desa, ularning tirikchilik yo'li topolmay, ochliq va yo'qsizlikdan amalsiz mushundoq la'natkardi ishlarni qilib qo'yganlar edi. Tuyuqsiz anglangan ichinishliq bir varqirash ovozi Akbarning xiyolini bo'lib cho'chdi. U ittik beshini ko'tarib oldiga qarab edi. O'zidan bir necha qadam yerdagi toshliq yerda qonsirab yotgan bir qo'l panjasini ko'rib cho'kilib ketdi. Akbar tehi esini yig'ib olmay turishiga ikkinchi o'g'rining o'ng qo'lini kötekte tartılıp, gözünü yumup açıkça arlıqda beg'ishidan kesip taşlandı. Kesip taşlangan kol yana şu taşlıq üstüge paqqıda düşüp, Akbarning ko'z oldida qansirab, tartışıp, tepildaşqa başladı. Kolu kesilganlar ichinishliq varqiraydi, bozlaydi. Heliqi g'alit kiyimlik sür yaman, bəslik canlıqlar bolsa, xuddi şorp selish üçün qo'y yoki qo'li go'shtlarini parçalavatgan qassabdek parvosiz xiraman edi. Akbarning yumran sabiy yuragi bundaq rahimsiz qonliq ko'rinishga bardoshlik berolmadi. Uning ustiga vahimilik bir xiyol kallasiga kirib elib, uni texmi qattiq qo'rqinch va surbesib ketdi. Akbarmo bir necha kunning oldida mush qo'li kesilgan o'g'ri yanchiqchilar qilgandek uyatliq, xufiyona ishdan chiqqan qilgan edi. Birsi berib uning diqqatsizligidan ko'zini g'alat qilib ishkanani elib ketgan edi. Yana birsi xeyridarlar ko'plab kirib chiqib turgan bir meyve do'konidan chaqqonlik bilan ikki olmani o'g'irlab sirtga chiqib ketgan edi. U shu chaqda o'ziga o'zi, agar bunanni olmasam, ochliqdan yodadan yoman o'lishim kerak. Lekin bizning behuda o'lishimizni Xudo ravo ko'rmaydi. Ikki olma degan nimati? Men yurtimda har qanday boqqa kirsam, to'yg'icha meyve yeyalaydim. Bu yerda meyve yemaganimga necha oylar bo'lib ketdi. Kichikkina ketib boqsam, nima bo'pti? Xudo xolisa pul topganda ularning haqqini boshqa yo'l bilan chuqum yondiraman. Tasalli berib, fatvo o'qigan. Lekin hozir o'ylab qarasa, Xudo Akbarni cho'ng saqlabdi. Agar biror yerda tutilib qolgan bo'lsa, uni mushu o'g'ir yanchiqchilardek bu surlik jazo maydonida jazoga tortilib, qo'li kesilmasdi. Ya Rabbim, o çağda Akbar bu yoruq dunyoda qandaqmi bosh ko'tarib yura oladi, ha? Yurtqa qaysi yuzi bilan boradi? Anasi urug' tuqqani el og'inlari oldida nima deydi? Erni nomus o'ltirmam. Voy Xudoyim, Akbarni rostilla ota-onasining duosi saqlabdi. Allah onunğa kamchilik qilib, o'z karomati bilan bugun mushu jazo maydonini ibrat qilib ko'rsatdi. Akbarning yuragi tortishib, badaniga titrab o'lashdi. Endi uning hech narsani ko'rishga hafsala qoldi. Go'yo birsi hozirla Akbarning ismini chaqirib, jazo maydoniga tortib chiqqandek, surilib jallodlar uning qo'lini ko'takka besib,
non o'g'irlagan, olma o'g'irlagan qo'ling mushumu deb kesib tashlaydigandek bir xil vahima va ansizlik uni alamzod qilib etgan edi. Şoň Ekber asta o'rnidan turdi. Kishilar orasidan sug'urilib, nihoyatda tasda sirtga chiqdi-da, o'zini bir tomning oldisiga elib, mükçit o'ltirdi. Onun boyiqi titriki texi besmagan. Ekber şu holatda taki Misriyaga berishni unutib, heliqi jazo maydonidagi ishlar pak-pakiz tugab bo'lguncha aşı tamның daldısında o'ltirib qoldi. Hajni şundaq yaxshi qilib, ruhi ko'tarilib, vatanga qaytishga intilgan bo'lsin, qaytolmay, hamda Mekkada shundaq g'ayratlik, jafo mushaqqatlik turmuşni kechirib atgan Ekberlarning